Honda Cryder egasi bo'lsangiz yoki moychi motorist bo'lsangiz, sizga video qiziq bo'ladi. Motori taqilib ketadigan holatda kelgan, faza распределительlarini ko'rsangiz bo'ladi, mana to'lib qolgan. Bu faza распределитель oddiy holatda mana shunaqa setka ko'rinishda bo'ladi. To'lib qolgan sababini bilgis kelsa, videoni oxirigacha ko'ring. Bunaqa axlat faqat faza распределителda to'xtamagan. Hatto maslin nasos kanallarini ham to'ldirib qo'ygan. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bu setka holatda bo'lishi kerak. Hozir bu kanalni ochib, qancha musor yig'ilganini ko'ramiz. O'zimga ham qiziq. Bu birinchi mashina emas, bunaqa muammo bilan kelgan, har xil probyektda kelgan. Boshida savol tug'ilgan edi. Bu moydanmi yo benzindanmi deb. Yangi 15-20 ming yurgan avtomobilda qanaqa qilib xayolingizga keladi bu muammo remen grem deb bo'lganligini. Shu remen shunaqa titilib ketayotgan sababini nima deb o'ylaysiz? Bu moymi yoki benzinmi yoki remenning o'zining sifati yomonligidanmi? Izohingizni kommentariyada qoldiring. Moy masalasiga kelsak, motor ideal holatda, teglarini ham ko'rsangiz bo'ladi, top-toza. Savol: nima uchun moy filtri shuncha musori o'zida olib qolmagan? Shuni ham hozir ochib ko'ramiz. Bu moy filtri anti reklamasi emas, bu o'zini vazifasini bajarganmi yo'qmi o'shani bilmoqchimiz. Moy filtr bilan yaqindan almashgan, filtr holatini o'zingizlar ko'rib turibsizlar, vazifasini bajargan. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying.